Sizlarga va'da qilingan 4 ta plagin ko'rsatib o'taman. Videoni boshlashdan oldin like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Uzoqlarda o'zingizlarning fikringizni yozinglar. Nimani o'rganmoqchisizlar, yana qo'shimcha qanaqa ma'lumotlar, qanaqa video darsliklar chiqaraylik, o'shalarni ham yozib ketsangiz zo'r bo'lardi. Qani ketdik, boshladik unda. Birinchi navbatda plaginni o'rnatish uchun nima qilamiz? Kompyuteringizlar internetga ulangan bo'lsa, albatta internetni o'chirishimiz kerak. Birinchi navbatda безопасностьga kiramiz. Zashtaga kirib, управление настройкаga o'tib, mana shu galочкаlarni o'chirib chiqamiz. Iloji bo'lsa internetni ham o'chirib qo'yish kerak, o'shanda juda ham foyda bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar. Faqat bu установка qilgancha установка qilib bo'lgandan keyin buni albatta yoqib qo'yishingiz shart. Birinchi plaginimiz Master Horse Animation Composer besplatniy. Buni internetdan yuklab olsanglar ham bo'ladi. Men sizlarga tashlab berdim. Finish mana bosib, mana qilib oson o'z установка qilish, bitta close qo'yib qo'yasizlar. Agar sizlarda install ko'rinib turgan bo'lsa, ustiga bosasizlar. Uninstall bo'lsa yo'q. Ya'ni install degan установка qilish, uninstall degani aksi degani. Mana bu pastda install all turibdi. Mana shuni bossanglar ham bo'ladi. Refresh degan обновить degani. Shunaqa gaplar. Demak, film impact keyingisi. Film impact ham xuddi shunaqa holatda mana установка qilib olsak bo'ladi. Mana dalay bo'ldi. Установка bo'ldi. Juda ham oson. Ko'ryapsizlar, megabayt ham bo'lar kam. Bularni ko'proq megabaytliklari ham bor. Keyingisi hammasi hozir tashlab bergan plaginlarning hammasi juda ham foydali, maza qilib foydalanadigan plaginlar hisoblanadi. Video davomida bularni ko'rasizlar. Plaginlarning hammasi har xil, ba'zilari oson, ba'zilari sal qiyinroq установка bo'ladi do'stlar. Mana bu yoqda уже next bosamiz. Qaranglar, ключ so'rayapti bizdan. Buni ключini sizlarga mana Crack versiyasiga kiramiz. Mana Crack ustiga kelamiz va mana buni ustiga kelib, mana ikkinchisini va birinchisini tanlaymiz. Ustiga tashlaydigan bo'lsak, next bosamiz. Mana menda o'zi установка qilingan, o'shaning uchun men установка qilib o'tirmayman. Hozir bitta bossam, ya'ni o'chirib tashlaydi-da, borini установка qilinganini o'chirib tashlab, uni установка qilib beradi. Menga bu kerak emas. O'shaning uchun buni back deb bosib chiqib ketaveraman. Sizlar o'shani dalay qilib davom etsanglar bo'ldi. Mana ko'rgan bo'lsanglar, Crack versiyasi ключlari ham tayyor turibdi. Keyingisi Plural S. Instagramda aytgandim, 100 baravargacha vaqtni tejaydi. Haqiqatan ham 4 ta, 5 ta, 10 ta kamerada syomka qilingan, tasavvur qilaylik. 10 ta kamerada syomka qilingan narsani bir xil vaqtda gapirilgan joyini bittalab bitrate'larini, ovozlarni to'g'rilab chiqish juda ham qiyin, juda ham murakkab. Ya'ni u narsa kesib tashlangan bo'lsa, вообще. Lekin bu Plural S'ga shunchaki, masalan, birinchi kamerada olingan narsalarni, ikkinchi kameraga ikkinchisini tashlasanglar, o'zi avtomatik birdan sinxronizatsiya qilib beradi. Qisqasi do'stlar, buni video davomida tushuntirib beraman, juda ham foydali bo'ladi. Demak, Plural S kiramiz. Buni ham men установка qilganman, menda bor, shuning uchun buni установка qilmayman. Mana buni holatlari ko'rsatilgan, qaysi kompyuterlarga mosligi. Bu yoqda ko'rgan bo'lsangiz, 4 ta plagin turibdi. Bitta plaginning ichida biz mana buni ustiga 2 marta bosamiz. Okta bitta bosadigan bo'lsak, next chiqadi. Mana biz faqatgina mana bularni o'chirib tashlaymizda, Plural S ni tanlab qo'yamiz, bo'ldi. Parolini bu yoqqa kiritib qo'yamiz. Bo'ldi. Okta bossak bo'ldi. Xuddi mana shunday holatda dalayni bosib, установка qilib yuborasizlar, bo'ldi. Buni men X'da bosib chiqib ketaman. Chunki menda установка qilingan o'sha. Bo'ldi. Endi Film Impact yana bitta varianti bor. Buni ham izlab qilamiz. Bosadigan bo'lsak, parol so'raydi, parol 1 deb yozamiz. Bo'ldi. Ko'rib oldinglar do'stlar, mana установкasiga kirib olib, ustiga 2 marta bosib, kirib dalay knopkasini bosasizlar, bo'ldi, o'sha установка bo'ladi. Bunaqa qiyin emas. Bo'ldi, bularni ham ko'rib tushunib oldinglar degan umiddaman. Endi bu plaginlarni o'zini ishlash jarayoniga o'tamiz. Boshladik. Va buni albatta esdan chiqmasa, mana bularni yoqib qo'yishimiz kerak. Sizlarga maslahatim do'stlar, plaginlarni установка qilgandan keyin bitta kompyuterni o'chirib yoqib, перезагрузка berib yuborsanglar juda ham yaxshi bo'ladi. Shunda hamma plaginlar normal holatda ishlab ketadi. Video yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi endi. Uzoqlarda o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Qanaqa manfaatli bo'ldi, foydali bo'lyapti, o'shalarni ham aytinglar.